Men ofisda ishlaganimda 9 dan 6 gacha bo'ladigan grafik menga to'g'ri kelmadi va shundan keyin bildimki, men o'zimni grafikimni, ya'ni o'zimni hayotimni o'zimni qo'limga olishim kerak edi. Va shu bilan birga otamdan qolgan yer qoldi menga va ularning yerlari menga o'tdi. O'tgandan keyin menga yangi texnika kerak edi, lekin menda boshlang'ich to'lov yo'q edi. To'g'ri, eski traktorlarni ishlatsa bo'lardi, lekin men o'zimni traktorimni bo'lishini xohlardim va shundan keyin oilaviy yig'ilishda otam bilan onam boshlang'ich to'lov yoki lizingga bo'ladigan boshlang'ich to'lovga ular yordam berishadi. Shu bilan birga menda bo'ladigan u vaziyatda men ko'pincha Instagramda mikrolizing saytidan ko'rdim va shundan keyin menga to'g'ri keladigan sharoitlar u yoqda bor edi va shu bilan birga mikrolizingdan xarid qildim. Hozirda meni hayotimda juda muhim davr ketyapti, chunki men bilamanki, otamning va dodamning bo'ladigan malakalari hozirda ular menga yordam berishyapti. Chunki men o'zimni daromadimni oshirishim kerak, yangi oila qurishim uchun. Va shu bilan birga men mikrolizing bilan yangi Lowell traktorni xarid qildim. Shartnomaga ko'ra to'lovlarimiz har 6 oyda edi, chunki men bilardim, ulguraman hosilimni sotishga va shu bilan bo'ladigan daromadlarimda har 6 oylik to'lov menga juda to'g'ri keldi. Men bu ish qilganimdan juda xursandman, chunki menga ofisda ishdan ko'ra fermer bo'lish menga juda qulay to'g'ri keldi.